Bismillahirrohmanirrohim. Ka'anna go'yoki degani. O'zbek tilida bu so'z go'yo degan ma'noni bildiradi. Bu inna bilan bir xil, inna anna bilan. Ya'ni mubtado bilan xabarga kiradi va mubtadoni o'zini ismiga aylantirib nasb qiladi, xabarni o'zini xabarga aylantirib raf qiladi. Xo'p, masalan biz u go'yo toshbaqadek sekin deb aytsak, arab tilida bu quyidagicha bo'ladi. Huwa bati'un ka'annahu sulahfatun. Sulahfatun toshbaqa degani. Bati'un sekin degani, sekin yuruvchi. U sekin yuruvchidir, go'yoki toshbaqa kabi mana. Ka'anna qo'shimchasi ma'nosiga ko'ra misluga va ka qo'shimchasiga o'xshash, lekin gapda ishlatilishi uslubiga ko'ra farq qiladi. Rashidun mislul asadi. Mana Rashid asadga o'xshaydi. Ya'ni sher degani al-asad. Bu yerda mana mislu mubtada xabar bo'ldi. Mislu xabar bo'ldi. Rashidun kal asadi. Rashid sher kabidir. Bu yerda ka mana al-asadi oxiri i bo'ldi, majrur bo'ldi. Jar majrur xabar bo'ldi. Ana endi ma'nosi deyarli bir xil. Ka'anna rashidan asadun. Go'yo Rashid sherdek. Mana bu yerda ka'anna mubtado bilan xabarga kirib, rashidan asadun bo'ldi. Xo'p, mislu ka'anna va ka o'rtasidagi farqni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdik. Chunki rashidun mislul asadi bo'ldi, mislu bo'ldi, xabar bo'ldi. Kal asadida asadi oxiri nima bo'ldi? Oxir majrur, kasra bo'ldi. Ka'annadan keyinga kelayotganda esa rashidan asadun bo'ldi. O'zgarib ketdi. Xo'p, diqqat, arab tilida biz aytamizki, ka'anna rashidan asadun. Go'yo Rashid sherdek. Bu gapda asadun ka'annaning xabari bo'ladi. Rashidan ka'annaning ismi bo'ladi. Ko'rganingizdek, ka'annaning ismi bu yerda mansubdir, ka'annaning xabari esa marfu'dir. Bu uning innaga o'xshash ekanini ko'rsatadi. Xo'p, tadribun mashq. Quyidagi gaplarda mislu ka o'rniga ka'annadan foydalaning va namunada ko'rsatilganidek ka'annaga tegishli ism va xabarni ko'rsating deyaptilar. Tushunarli? Fe'lga o'rniga ka'annani beramiz. Al-ilmu kan-nuri, ka'anna al-ilmu nurun. Ilm nur kabidir. Go'yoki ilm nurdek. Mana bu yerda al-ilma nima bo'ladi? Ismu ka'anna, nurun xabaru ka'anna. Pastda javobini berganlar. Ya'ni al-kitabu mislul ustazi. Kitob ustoz kabidir. Pastda berganlar. Ka'anna al-kitaba ustazun. Go'yo kitob ustozdekdir. Tushunarli? Bu doim ham shunday bo'lavermaydi. Kitob ustoz bilan o'qilishi kerak. Yonma-yon o'qilsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Tushunarli? Chunki kitobni o'zi alohida o'qib olganlar muammo qilishi mumkin. Xo'p, kitob ustoz bilan o'qiladi, chunki ko'ryapmiz, kitobda go'da xato ketib qolishi bor yoki ma'lum bir joylari tushunarsiz bo'lib qolishi bor. Shuning uchun ustozdan so'rab olinsa, ustoz to'g'ri ko'rsatma berib yuboradilar. Xo'p, huwa makirun mislu sa'labi. U tulkiga o'xshash makkordir. Ana endi javobi nima bo'ladi? Huwa makirun ka'annahu sa'labun. U makkordir, go'yoki tulki kabi. U tulki kabi, tulkidek makkordir deymiz. Ana endi bu yerda hu ka'annani ismi bo'ladi, domirun muttasilun bo'ladi. Sa'labun xabaru ka'anna bo'ladi. Xo'p. Huwa sari'un ka'annahu sarukhun. U go'yo uchqun kabi tezdir. Bu yerda mana aytishim shart emas. Hu ka'annani ismi bo'lyapti, domirun muttasilun. Birinchi hu domirun muttasilun, ismu ka'anna deymiz. Sarukhunni xabaru ka'anna deymiz. Huwa adilun mislul mizani. U taroziga o'xshash odildir. Demak, huwa adilun ka'annahu mizanun. U odildir, go'yo tarozi kabi. Mana bu yerda hu domirun muttasilun, ismu ka'anna deymiz. Mizanun xabaru ka'anna deymiz. Qalbuhu qasin mislul hajari. Uning qalbi toshdek, toshga o'xshash qattiqdir. Ya'ni qahri qattiq deyiladi-ku. Qalbuhu qasin ka'annahu hajarun. Uning qalbi go'yoki tosh kabi qattimdir. Ad-darsu wadihun kal badri. Dars to'lin oy kabi ochiq, ravshandir. Ad-darsu wadihun ka'annahu badrun. Dars go'yoki to'lin oy kabi ochiq ravshandir. Bu yerda mana yuqorida qalbuhu qasin ka'annahu hajarunda hu domirun muttasilun ismu ka'anna bo'ldi, hajarun xabaru ka'anna bo'ldi.
Pastda esa bir xil. Hu domirun muttasilun ismu ka'anna deymiz. Badrun xabaru ka'anna deymiz. Tushunarli? Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.